Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda parklardagi nosozliklar tufayli sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar aks etgan videolar tarqalgandi. Yoz mavsumi ham kirib keldi. Xo'sh, parklar yozgi mavsumga qanchalik tayyor? Muxbirimiz Tilof Boboyev mavzuni davom ettiradi. Ushbu lavhani boshlashdan oldin mana bu tasvirlarni ko'rishingiz shart. Siz ko'rib turgan bu nosozliklar hech qanday chet elda sodir bo'lmagan, balki O'zbekistonda sodir bo'lgan. Ortimda 1 daqiqaning ichida 24 ta inson foydalanishi mumkin bo'lgan attraksion turibdi va hozir men turgan joyda esa ayni daqiqalarda 100 dan ortiq insonlar bemalol turli xildagi attraksionlardan foydalanishi mumkin. Xo'sh, har bir insonning sog'ligiga kim javob beradi? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Hozirgi vaqtda respublikadagi mavjud 148 ta madaniyat va istirohat bog'larida, shuningdek boshqa ko'ngilochar maskanlarda jami 1993 ta attraksion faoliyat ko'rsatmoqda. Biroq faoliyat ko'rsatayotgan aksariyat attraksionlar xavfsizlik va texnik talablarga javob bermasligi natijasida turli avariya va baxtsiz hodisalar sodir bo'lishiga olib kelmoqda. Respublikamiz bo'yicha barcha ko'ngilochar maskanlar, bog'larda, parklarda, barcha dam olish bo'lgan joylarda, obyektlarda, ya'ni attraksionlar mavjud bo'lgan joylarda barcha attraksionlarni yozgi mavsumdan oldin sanoat xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar vazirligi xizmati, ya'ni misol tariqasida poytaxtimizda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan birgalikda sanoat xavfsizligi va boshqa tegishli tashkilotlar bilan maxsus komissiya tuzilib, bu komissiya barcha attraksionlarni tekshirib chiqilgan va tegishli tartibda talabga javob bermaydigani muhrlanib yopilgan. Bu hali ish faoliyatiga olib berishga ruxsat berilmagan. Ruxsat berilganlar o'rnida ish faoliyat olib bormoqda. 2019-2023 yilning birinchi yarim yilligi mobaynida attraksionlar bilan bog'liq jami 11 ta baxtsiz hodisa ro'y bergan va buning oqibatida esa 4 nafar inson hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Har bir inson o'z salomatligiga o'zi mas'ul. Shunday ekan, attraksionlardan foydalanishda ogoh bo'ling. Tilof Boboyev, Zafar Ilyosov, Joyda informatsion dasturi uchun Toshkent.